Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan neyrotsirkulyatorniy distoniya, ya'ni bemorlarda yurak sohasida, nafas sistemasida simptomlar bo'lishi, ya'ni yurak o'ynash holatlari, yurak urib ketish holatlari, undan tashqari yurak sohasida og'riq, tomoqqa narsa tiqilish, bo'g'ilish hislari, havo yutmaslik, havo chiqarishda muammo, qo'llar yuvish holatlari, qon bosimi ko'tarilib ketishi, tushib ketish holatlari, bosh aylanish holatlari bilan namoyon bo'ladi. Lekin EKG tekshiruvlari, UZI tekshiruv, analiz tekshiruvlar qiladigan bo'lsak, analiz tahlillari normal chiqaveradi. Endi bu holat nimani hisobiga? Ya'ni bu yurak kasalligi emas, balki asab tizimini, ya'ni neyrotsirkulyatorniy distoniya, vegetativ nerv sistemasining funksiyasini buzilishi bilan kechuvchi kasallik haqida gaplashib ko'rib o'tib ketamiz. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan neyrotsirkulyatorniy distoniya, ya'ni vegetativ asab tizimini funksiyasini buzilishi bilan kechuvchi kasallik. Endi bunday kasalligi bo'lgan bemorlarda yurak sohasida, nafas sistemasi, qon bosimi sohasida o'zgarishlar yuzaga keladi. Hamda biz yuraknikiga qilib tekshiradigan bo'lsak, analizlar oladigan bo'lsak, UZI tekshiruvlar qiladigan bo'lsak, normal chiqaveradi. Lekin kasallik belgilari bor. Kasallik belgilari bemorlarda yurak urib ketishi, yurak o'ynash holatlari, yurak sohasida og'riq, tomoqqa narsa tiqilish, bo'g'ilish holatlari, havo yetishmasligi, havo chiqarishda muammo, qo'llar uyushib, yuklanib qolishi, hushini yo'qotish holatlari, undan tashqari bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashi, qon bosimi ko'tarilib ketishi, qon bosimi tushib ketish holatlari bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi bunday bo'lgan bemorlarda sabablari qanday bo'lishi mumkin? Sabablari bir qancha sabablari bor, ya'ni kuchli stressdan keyin bo'lishi mumkin, kuchli asabiylikdan bo'lishi mumkin, yo uyqu yaxshi bo'lmasa, yo bo'lmasam gormonlarning o'zgarishi hisobiga, balog'at yoshidagi ayollarda gormonlar o'zgarishi hisobiga, undan tashqari qahva ichimligi, yo kofe ichimligi, yo bo'lmasa energetik ichimliklarni ko'p miqdorda ichish ham bu yurak qon tomir tizimiga nojo'ya ta'sirlar ko'rsatadi. Undan tashqari qon tomir sezgirligi yuqori bo'lgan odamlarda bunday holat kelib chiqadi. Endi bunday simptomlar ko'pincha stress, asabiylikdan keyin yuzaga keladi. Endi bunday holat kimlarda uchraydi? Ko'pincha 15-35 yoshdagi ayollar, talaba yoshidagi aniqlar, talabalar, undan tashqari emotsional labilligi yuqori bo'lgan odamlarda hamda uyqu rejimi buzilgan odamlarda ko'proq bunday holatlar uchrash tez uchrab turadi. Endi bunday holatlar uchraganda biz qanaqa qilib yordam ko'rsatishimiz kerak, qanaqa qilib davolashimiz kerak? Davolashda biz yordam ko'rsatishimizda birinchi navbatda psixoterapiya qilish kerak. Ya'ni stress bo'lganda, asabiylik yuqori bo'lganda bemorni tinchlantirishimiz, tinchroq xonaga olib kirishimiz, bo'lgan voqealarni unutishga yordam berish kerak. Undan tashqari dori vositalar bilan yordam ko'rsatish mumkin. Dori vositalari bilan yordam ko'rsatilganda biz sedativ dori vositalari, ya'ni karvalol bo'lishi mumkin, valerianka bo'lishi mumkin, glisin bo'lishi mumkin, tenaten bo'lishi mumkin. Shu dori vositalarini bemorga beramiz. Undan tashqari bemorni holatiga qarab turib, qo'zg'alish darajasiga qarab turib, qo'shimcha antidepressant dori vositalari, amitriptilin tranquilizator dori vositalaridan sibazon berish mumkin bo'ladi. Bemorni holatidan kelib chiqib turib, hamda davolashda shu sedativ dori vositalarini uzoqroq ichish tavsiya etiladi. Hamda birinchi o'rinda bu holat kelib chiqmasligi uchun biz stressni kamaytirishimiz, asabiylikni kamaytirishimiz, uyqu rejimini tiklashimiz hamda kunda jismoniy faollik, yarim soat, 1 soat jismoniy faollik, piyoda yurish tavsiya etiladi. Undan tashqari nafas mashqlari, meditatsiya mashqlari qilish tavsiya etiladi. Undan tashqari bemorlarga bunday holat kelib chiqmasligi uchun qahva hamda energetik mahsulotlarni kamaytirish, undan tashqari me'yorida ichish hamda uyqu rejimini tiklash tavsiya etiladi.